Assalomu alaykum. Chakana savdo do'konlarida qaytim sifatida xaridorlarga mayda konfet, salfetka, saqish va boshqa mahsulotlarni berish mumkinmi? Bu safar siz bilan mana shu savolga javob topamiz. O'zbekiston Respublikasining iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunining 21-moddasiga asosan sotuvchi yoki ijrochi iste'molchini haq evaziga qo'shimcha tovarlar sotib olishga yoki qo'shimcha xizmatlardan foydalanishga qistashga, shuningdek ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olishga haqli emas. Shu sababli xarid qilingan tovarlar bo'yicha qaytim o'rniga sotuvchi tomonidan kam baholi turli tovarlarning qaytarilishidan norozi bo'lgan hollarda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 raqamli ishonch telefoniga murojaat qilishlari mumkin. 2018-yilning iyul oyidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan yangi namunadagi 50, 100, 500, 200 so'mlik tangalar muomalaga chiqarilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarga naqd pullar bilan hisob-kitoblarda qulayliklar yaratish, jumladan xarid qilingan tovarlar va xizmatlar uchun qaytim qaytarishdagi muammolarni bartaraf etish hisoblandi. Savdo do'konlari, supermarketlar, umumiy ovqatlanish korxonalari, dorixonalar, transport va maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari xaridorlarga qaytim pullarni to'liq berishni ta'minlash maqsadida mayda qiymatdagi tangalarni olish yuzasidan bank xizmat ko'rsatuvchi filiallariga murojaat qilishlari lozim. O'z navbatida aholi bilan naqd pulda hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi xo'jalik subyektlari tijorat banklari orqali bankdagi depozit hisob varaqlaridagi mablag'lari doirasida mayda qiymatdagi tangalar bilan ta'minlab beriladi. Bundan tashqari, banknot ko'rinishidagi naqd pul mablag'larini mayda qiymatdagi tangalarga almashtirib olishlari mumkin bo'ladi.